Buxoro ixtisoslashtirilgan boshlang'ich raqs san'ati maktab-internati o'quvchilarni 1-sinfdan maktabga qabul qiladi. Maktabda umumta'lim fanlari chuqur o'rgatilishi bilan birga musiqa san'atiga, raqsga ishtiyoq uyg'otadi. Barcha sinf va mutaxassislik xonalari zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. 1-sinfga qabul qilgan o'quvchilar barcha zarur o'quv qurollari va darsliklar bilan ta'minlanadi. Farzandingiz ruhan, jismonan, ma'nan sog'lom bo'lishini istasangiz, raqs maktabini tanlab adashmaysiz. Maktabda tushlikkacha umumta'lim fanlari 1 va oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'qitiladi. Tushlikdan keyin mutaxassis pedagoglar tomonidan balet gimnastikasi, ritmika, klassik raqs, fortepiano, dutor, doira yo'nalishi bo'yicha bilimlar beriladi. Maktab internatida ingliz tili, rus tili fanlari o'qitilishi bilan mazkur fanlar bo'yicha to'garaklar ham tashkil qilingan. Sportning shaxmat, shashka turi bo'yicha to'garak faoliyat yuritadi. O'quvchilarning jismonan sog'lom bo'lishi uchun ertalabki badan tarbiya mashqlari tashkil etilgan. Bu yerda har bir bola o'z iste'dodini rivojlantiradi va kashf etadi. Raqs maktab internati farzandingizning yorqin kelajagi sari ilk qadamdir.